Bugungi videoda Bekim machog'imizning ikkinchi qismini olyapmiz. Qoidalar juda oddiy. Xuddi PUBG'dagidek o'yinda xavfsiz zona bor. Har 20 daqiqa zona qisqaradi. Kim zonadan tashqarida qolsa, o'yindan uchadi. Zona qisqargan paytda qidiruvchi 5 minutga ko'zini yumadi. Bu vaqt ichida hamma tezda yangi xavfsiz zonaga o'tib, berkinib olishi shart. Hozir Don Ziki o'ynaymiz. Don Ziki. Don Ziki. Don Ziki. Xo'sh do'stlar, qidirib topaman hammasini, atvichayu. Bo'pti, unda vaqtni cho'zmaymiz. Hozir soat 17:42. 17:52 gacha vaqt beraman sizlarga. Bu joyga borib yashirinishinglar mumkin. Qarachi, ketdi vaqt. Vaqt boshlandi, sekin boramizda. Hayot go'zal. Qanday go'zal bu olam, bir qara. Yo, WhatsApp bolalarga yana men qaytdim. Yana qochyapmiz. Yana yashirinishga tezroq joy topish kerak. Qarachi, yo'lda bog'da amfiteatr bor. O'sha yerga boraman. O'sha yerga borib yashinaman. Qishat sasyapti bor. Xuddi chumol o'lib qolgan o'xshaydi. Yo'q, o'sroqon o'zi o'lib qolgan. Chumol o'lgan sasyapti. O'sroqon emas. Mana o'rtoqlar, challenge boshlandi. Biz lekin yashirishga ketyapmiz. Hozir men bir ikkita butalarni ko'zlab turibman. O'sha yerda yashinaman menimcha. Ko'z yumib turibman yashinsin deb bular. O'tgan safardagiga o'xshab havasga borib kelaymi men ham. Bitta suvlarni ichib g'op. Chips olib kelamizmi aka? Chipsmi? Bilmadim. Ata havas ham bor bu yerda. O, orqa tarafchada. Bizda 20 ming bor. Hozir esa grenki olib kelamiz havasga borib. Grenki qancha turadi? Grenki qani? Qani grenki? Qani rostdan? Yo'qmi? Chilisi. Ketdik. Allo. Ha, hozir yana 2 minut vaqting bor. Davay. Qidiramiz bemalol qol. Biz birinchi o'rinda olishimiz kerak. Tak, hozir nima qilmoqchiman? O'tgan safargidek aylanib o'tmoqchiman. Bu yerdan boshlandi, aylanib kelib, o'sha yerdagi voyenniy mashinalar bor. O'sha voyenniy mashinalarga ichiga kirib olaman. Topolmay qoldim-ku. Qimirlamay o'tirish kerak. Yo, nima gap? Sen ichiga kirib olasanmi? Qanday chiqishni o'ylayapman. Totib olishadi seni. Qo'rqma. Bu yoqqa lekin точно qidirishga tushadi menki. Do'stlar, 17:52 vaqt. Bizi vaqtimiz ofitsialni ketdi qidiramiz. Meni fikrim bo'yicha bittasi aniq o'tinlarning ichiga ketdi. Daraxtga ham chiqsa bo'ladimi deb savol berayotgandi menga. Daraxtga ham qarab beraylik. Daraxtda o'tirgan bo'lsa-ya. Allo! O'rtoqlar, ular keldi. Mendan 10 metr uzoqlikda turibdi. Menimcha yutqazdimi u? Bu yoqqa yuringchi. Mana o'tinlarning ichida kimdir yashirinib olgan bo'lsa, ana. Nima gap? Topaman dedimmi? Oyog'im qayrilib ketdi. Ne qaradim men ham mana birinchi odam topildi. Xullas, shunaqa kichkina butgacha bor ekan. Kimdir aqliga kelganmi? Chaqqa kelish. Mujid kimdir o'ng tarafida o'tirgandir desam, usta. Nariyoqqa ketavering, biz bu yerda tekshiramiz. Ha, siz nariyoqqa. Xullas, yana bu yerda shunaqa zdaniya ko'ryapman. Kimdir qutuq ichiga tushib olgan bo'lsa, mayli tekshiraylik, kimdir yurganga o'xshaydi. Mush chuqur emas, unchalik bu qidir. Yo'q, ketdik bola. Eng cheka joylarda yerga yotib olgan deb o'ylayman, chunki o'tlar baland. 5 minut qoldi, ya'ni 18:08 da zonani qisqartiraman. Hamma joyini almashtiradi. 5 minut jim turaman. Men 5 minutga qotdim. Vaqtinglar ketdi. Mana biz yashinyapmiz. Oldinda bo'lib qo'shishdan chiqmasin. Laytni bomba qilamiz. Lovda 540 tamiz. 120 ta qo'shgan holda 700 ta qilib qo'yamiz. Yuguraman men hozir. Amfiteatr tarafga, amfiteatr nimalar deganlar uchun ko'chadagi sahna teatrga olib ketyapman. Mana batib oldek yo'lim. Zo'rcha topmabdi, uncha yopmasin. Nima bo'lsa bo'ldi. Yashirinama shaqa. O'ylashimcha bu yoqqa kirmasa kerak. Ichkari juda issiq, dim, bu yoqda havo yo'q. Bu yoqdan odamlarni ko'rib o'tirsa bo'lar ekan. Mashinasi ochilganida Shirinni shunaqa joylashtirardim. Batutga kirsammikin? Mana yerda morojniy qiladigan joydan joy so'ragan edim. Aytdi, mayli bemalol kiring dedi. Batutga kirsangiz ham bo'ladi dedi. Batutga kirdim. Qarasam, cho'tmametlar ochiqlik tuyulyapti. Yana nariyoqqa o'tmasammikan deb o'ylayman. Ha, yo'q qo'y. Mo'jbet ochildi, kun bilan. Yo'q.
Ana brachishga aytgandi, Galasavoyda. Aka, hokimiyat tarafga qaragan polni taraf minus deyapsiz. Shunda hozir Fresh supermarketda oldiga qaragan yo'llar shunday ochiqmi? Ukam, videoni ko'rayotgan bo'lsa, o'zingni joyini sotding. Ketdik. Aka, bu yerda ikkita bola yugurib o'tmadimi? Ko'rmadingiz-a? Xo'p, rahmat. 9 minut vaqtimiz bor, 40 gacha bemalol ulgurishimiz kerak. O'zgargancha. Do'stlar, men topildim xullas. Ya! Bachka nima gap? Tinchmi aka? Yetdik. Ko'payish. To'xta, brach. Kim qayerda? Xullas men topildim. Brachga kamroq savol berish kerak edi. Daraxtda maymunga o'xshab o'tiribsan. Kamroq gapir edi. Boshqa joydan o'tardik balki. Endi bizga topishga ham yordam berasan. Ketdik. Biz hozir bunaqa joyda o'tiribmiz. Islom esa narida. Bu yerda lekin meni topib olishadi deb o'ylayapman, chunki kichkinaligimga batutga kiradi deb o'ylasa. Bilib qolishi mumkin. Men hozir bunaqa harbiy mashinani oldidaman. Mana o'sha sizlarga aytgan bo'tgacha shuni atrofiga ajratsa bo'ladi. Короче, zo'r narsa topdim. Qo'y. Brachka narigi tarafga qidirishga ketdi, biz esa bu yoqqa ketamiz. Qancha bor? Xohlasan brachka videoga olib turasan. Qancha vaqtimiz bor? Vaqtimizmi? 4 minut qoldi, zona almashadi. Do'stlar, hozir mana shu mashinchani ichiga chiqib olamiz, yashirinib o'tiramiz. Bularga 5 minut vaqt beramiz, yashirib olamiz. Nargisi lekin kattaroq. Narigi Tezlikka. Şey mana. Kirish kichik. Masalada dam oladi. Voy bilan 39 da topdik mana. 1 minut bor edi almashtirishga zona. Biz shu yerda o'tirmoqchi edik bular. Ya nima bo'ldi? Qarachi o'tirdim. Ha, men topib qo'ydim. Men dishga qarasam videoda yotib Wow, hamma. Desam qarang, o'zim bo'lishi kerak. Bo'ldi. Endi siz ham bizga qidirishga yordam berasiz. Biling, mayli. Endi hozir 5 minut o'tiramiz, ular yashirib oladi, men ularga lokatsiyani aytaman. Voy do'stlar, o'ylamabman, yomon поворот sabiti bo'ldi. O'ylamabman shu yerdan chiqishni. Poylab o'tirishga lekin dushi zo'r joy edi. Sen operatorsan-da? Do'stlar, o'tiribmiz, 45 gacha vaqti bor bularda. 45 da qidirishni boshlaymiz. Brachka nomerini xato beribdi, menga telefon qilib ayta olmayapman, qidirma deb. Poz qidirib yuribdi. Ana tutdim videoga olsa yashirinayotgan paytida. 5 4 3 2 1 0 Ya, ekran ham o'chani, shunaqa. 45 bo'ldi. Endi biz qidirishni boshlaymiz, xonimlar va janobllar. Go, ket. Ichida yursa bo'lar ekan. Biz bu tarafga yuraylik, chunki bu yoqda yopiq. Toza. Yo, toza deb. Yer toza do'stlar. Qani borajonlar, kim bor bu yoqda? yo'q. Va tupik ekan bu yoq. So, обратно. Batut ichiga kirib ketgan bo'lishi ham mumkinmi? Pul to'lasa ha. Shirin menimcha batutni ichida. Mazza qilib yuribdi. Cho'kda anilar ovoz chiqdi-da. Lekin ochiq joyga kiryapman-da. Narisiga kirsam bo'lar ekan. Ya ana, qidirib turgan. Operator videoga olib turibdi. Opa. Qidirmadimi shekilli? Yo'q, qidirdik. Mana turnik tepasidagi turbani ko'rdim. No, bu yoqqa kirgizishmas. O'zing olyapsan-ku, Farruh. Kim so'kasan? Kimdir orqasi sayislam turibdi orqasida. Men javob beraman. Topildim men, yutmoqchi edim. To'rtasini topdim do'stlar, to'rtasini. Ha, bu yerda yotibdi, qarasam. Garchi men nima taklif qilib aytaymi? Ana yerda turdim. Ha. Ana tup, bu yerda bor. Qarasam bir mahal kelayotdi hamma. Men короче aka bashida ishga ketdim. Shuni qarasam bir sumkali bor edi. Bu qiz o'zgarik короче. Shuni oldi, boray ish dedim, keldim. Turibsizmi shu yerda? Xitrinlik qilmoqchi bo'ldi, kiyim almashtirib. Qidiryapti lekin. Yakka qilmoqchi bo'ldim. Kiyimni almashtiraman birinchisi. Ikkinchisi, Bekorga sumka ko'tarmagansan. yo'q, gapni eshiting. Birinchisi kiyimni almashtirmoqchiman. Ikkinchisi agar havas zonasi qisqarmasa, yuk topilganini bildim, shu yerga kelib olaman deb ekan. Men hozir batutchidan so'ramoqchi edim-da, hadya tekinga bo'lsa, agar tekinga bo'lsa, 10 mingchami qo'liga berib turib, ichkarida o'tirmoqchi edim. Tima yo'q deyapti. Ichkarida o'tirsak, ishoninglar, вообще topa olmaydi-da. Mana biz hozir mana bu taraqa chiqib olmoqchimiz.
Nariga biz batutga chiqmoqchi edik. Havaslari qochiq ekan shunga. Uje bizda chiqish boshlandi. Agar o'lik poyt bo'lsa yeb o'tiramiz. Kelinglar. Bor ekan. Biz hozir topolmasa kerak, biz daraxtamiz. O'liklar. Maza qilib yeymiz, lekin qo'llarimiz shinib ketdi. Ayta tima turibdi. Men bu yerdaman hozir. Men topolmasa kerak. Turgan joyimga qaranglar. 3 ta odam qoldi, 3 ta odam. Yiqilib ketaman deb turibman. Shunga uy sog' qoldi lekin. O'shanga do'stlar, biz aniq yutamiz. Yangi lokatsiyani aytdim, endi 5 minut jim o'tiramiz. Terlab ketdik-ku futbolistlarga o'xshab. Davay. Men-ku mashim terlab. Bitta edit qilib olamiz, davay. Topamiz. Brashidga chiqadi. Ha, bo'ldi. Tayyormisizlar, bolalar? Go! Davay. Bu taraf faqat eslatib o'taman. Qarang, men hozir suvga borib kelaman. Keyin shirinni qidiraman. Shöyle qidirish nadayligida mana shunaqa joyda. Hozir bitta suvchani olib, shirin degan qizni qidirishga tushamiz aslida bunga asosan. Yo, nima gap, men topilgan edim va shirinni topdim. Fikrlaring shirin? Ikki og'iz fikringiz? Oq qildim. Bekzod akajoninga menga shunaqa qilgan edi. Sen pand yeganingga. Qarachi, topdim, shirinni topdim. Endi bilmadim. Aylantir deding, shundan lakacha topib oldim. Ha, topdingmi? Topdingmi? Qani? Kimni topding? Shirinni o'tiribdi, bir ko'rmaganingizni qarang. Sen nega qilyapsan? Yerda yuribsan, bekorga yurmayapsan sen. Dedim, aka men telefon aytib qatdasan, shunaqa dedi. Aylantir dedi. Keyin shuni lakacha topib oldim, aylantirib qilib. Ana yerda o'tiribdi, marazga o'xshab qolchani oldiga olibdi. Topish qiyinda deskan ularda o'tirib o'ynaydi. Qayerda ediz? Bor, Bekzod aka joningga aytgan. Bor yo'qol deb. Agar u mujik ishni qilganda men ham chekitma qol. Anu endi aka ukani topish kerak, ularni topish qiyin. Men aytdi. Nima bu? Ullaq. O'jallab. Qillaq. Turgan joyimga qaranglar. O daraxt dedim men. O'shanglar meni immal topolmaydi. Javob, men yutaman dedimmi? Yutaman. Qidiryapmiz hozir. Yo. Bo'ldi, kichkina yutdi. Ya, ana. Ya ana. Ya ana. Brata. Ya ana. Bo'lmay qoldi. Ana. Mayli. Qayerda eding shuncha payt? Ana yoqda o'tlar orasida edim. Seryozni? Qarasam, bu bunday kelyapti, qarasam. Shunaqa onasini yapsan. Chiqamiz deb o'yladingmi? Yo'q, unaqa deb o'ylamadim. Yutding Saman, yutding. Akangni topdim. Chiqaver. Ani dumaloq anaqada kachelada o'tiribman. Kichkina bo'lib ko'rinmayman. Yonimda ikkita ayol qo'yib olganman. Kichkina bolachani qo'yib olganman. Boya sochim yig'ilgan edi, sochimni yoydim. Kiyimimni aniq qildim, almashtirib oldim. Meni yaramaski men telefon qildim. Qattasiz desam, men hali topilmadim, siz qattasiz dedi. Men bu darvozani yonidaman, fresh tomondaman dedim. Chunki bu tomon hali yopildi, biz zona yopildi dedi. Keyin hammani men bu tomondaman deb aldadim. Buni bu yerda yuribdi deb o'ylasam, orqamdan kelayotgan ekan. Men bu yoqda telefonni o'chirmasam aylantiring degan makachilarni, shu bilan aylantirgan ovozni eshitganmi bu? Men bittan kelgan, keyin ko'rib qolgan. Даже bular men bu yerda yonimdan biz tomonga qarab turib o'tib ketganda ko'rmagan meni. Men bu yaramas, meni sotib qo'ydi. Chunki buni akasi o'tgan o'yinda meni sotgan edi. Daraxtda yiqildi. Davay. Ha, burası. Ya. Yürü. Ben yuttum dostlar, короче, bu oyun. Buni olyapsiz. Bu oyunda men yutganman, lekin buni olyapti. Operator haqmas. Xullas, daraxtdan yiqildim, men mashinam bilan tushdim, mana bir kilo. Hali ashuna bo'ldi. Daraxt uchidamiding? Ha, короче, daraxtda sekin tushaman, shop orqamdan yetdim-da. Yulduzchalar aylanmadimi? Xullas shunaqa video bo'ldi do'stlar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, albatta kanalga obuna bo'linglar. Bunaqa videolardan ko'p chiqadi bizda va masshtabniroq chiqadi. To'g'rimi Saman? Da, men yutdim. Keyingi videolarda ham qatnashasanmi? Ha. Keyingi videolarda ham zavos qilasan. Keyingi videoda pul tashlab, короче, yutganga sovrin berish kerak. Davay qilamiz. Obunachilar podдержка qilsa. Hammaga xayr, sizlar bilan Islom edi. Va bye bye.